Jahonning mashhur yozuvchilaridan biri Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari jahon adabiyoti durdonalaridan biri hisoblanadi. Hemingwayning mazkur asarida insonning ulug'ligi, undagi iroda, matonat, oqillik va azmu qaroridan og'ishmaslik o'zgacha talqinda aks etgan. Asar kubalik keksa baliqchi Santyagoning hayotidagi eng katta o'ljaga aylangan ulkan marlin balig'i bilan ochiq dengizdagi jangi haqida hikoya qilinadi. Baliqchi Santyagoning qat'iyatli ekanligini 84 kun mobaynida baliq ushlay olmay 85-kuni baliq ushlash uchun yana dengizga chiqishidan bilish mumkin. U dengizda baliq bor joyini topib 5 metrli marlin balig'i bilan 3 kun mobaynida tinmay kurash olib boradi. Oxiri baliqni tutadi. Santyago balig'ini qutqarish uchun 6 ta akulani o'ldiradi. Afsuski 5 metrli baliqqa akulalar hujum qilib, yeb marlinning skeletini qoldirishadi. Santyago baliqning skeletini qirg'oqqa olib chiqadi. Romandagi bosh qahramon baliqchi Santyago asarda shunday bitilganki, go'yoki bu voqelikda u hayotda bo'lgandek. Ha, u hayotda bo'lgan. Gregorio Fuentes mashhur yozuvchi Ernest Hemingwayning Chol va dengiz asari bosh qahramoni Santyago baliqchining hayotdagi prototipi edi. Shuning uchun ham Fuentes tarixdagi eng mashhur baliqchilardan biri bo'lib qoldi. Bu qissa badiiy mahorat, qolaversa unda ko'tarilayotgan muammolar zamirida adabiy jarayonda muhim voqeaga aylangan asardir. Ushbu asar orqali o'z mehnati tufayli hayot ma'nosini anglagan zahmatkash inson Hemingway ijodida ilk bor qahramonga aylanadi. Inson mag'lubiyatga uchrash uchun yaratilgani yo'q. Insonni yo'q qilib tashlash mumkin, ammo uni aslo yengib bo'lmaydi, deb yozadi Hemingway Chol va dengiz qissasida. Mazkur asar 1952-yilda dunyoga keldi va yozuvchiga haqiqiy shuhrat keltirdi. 2 yil o'tib mazkur asardagi g'olibona ruhiyat sabab Hemingway Nobel mukofoti sovrindori bo'ldi. Aziz kitobxon, realistik yozuvchi, 20-asrning zamondoshi bo'lgan Hemingwayning Chol va dengiz asarini o'qib chiqishingizni tavsiya etamiz. Shunda siz ham yagona xulosaga kelasiz: insonni aslo yengib bo'lmaydi.